Assalamu alaykum, hörmətli televizor kökçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlərni qarşı alamiz. Aldı bilan xəbərlərimizdən məzmunlarını tanışdırırıq. Sabiq reis Nurbekri rəsmi qo'lga olindi. Zimiston tori Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning echinishli vaziyatiga oid bir qism tafsilotlarni oshkorladi. Xitoyda yaqinqi 10 kun ichida zo'r portlash va o't ofati yuz berdi. Tevandagi xitoylar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Aprel günü Xitayning Oliy Xalq Taftish Mahkamasi to'rbeti va Xalq to'ri qatorliq axborot vositalarida Xitoy Davlatlik taraqqiyot islohot komitetining muavin mudiri, Xitoy Davlatlik energiya idorasi boshlig'i va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sobiq raisi Nurbekrini pora elish jinoyati bilan qo'lga olish qarorining chiqarilganligini xabar qildi. Bu yil 57 yoshli Nurbekri 2018-yili 20-sentabr kuni Rossiyadagi rasmiy ziyoratini oxirlashtirib, Beijing aerodromiga qo'nganda intizomga og'ir darajada xiloflik qilgan deb tutqun qilingan. Taki bu yil 16 martgacha Xitoy doiralari Nurbekri haqida hech qanday uchur e'lon qilmagan edi. Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komiteti Nurbekrining partiya intizomiga og'ir darajada xiloflik qilish gumoni bilan taftish organining bartaraf qilishiga topshirib berilganligini jakarlagan. 16 mart kuni Markaziy intizom tekshirish komiteti doimiy komitetining tekshirib tasdiqlash orqali Nurbekriga partiyadan qo'g'lash jazosi, shundaqla davlatlik reviziya komiteti xizmatdan haydash jazosi bergan. Uning qonun intizomga xilof tafovutini musodir qilganligini e'lon qilgan edi. Uqtirishda uning intizomga xiloflik qilganligi, shamolga qarshi yo'l tutganligi, hashamatlik ziyofatlarga chaqirsa borganligi, sovg'at qabul qilganligi, isrofxo'rlik qilganligi, axloqiy chirkinlashganligi va tashkilning tekshirishiga moslashmaganligi qatorliq qilmishlarni sodir qilganligi ilgari surilgan. Nurbekrining tutqun qilinishi muhojiratlik Uyg'urlarda qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Chunki u Uyg'ur jamiyatida Xitoy hukumati uchun eng aktiv xizmat qilgan Uyg'ur amaldor deb qarilib kelgan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning ayblashlarining o'ramidan qaraganda Nurbekrining og'ir jazolanishi mumkinligini faraz qilishmoqda. Kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Nurbekrining jazoga tortilishi Xitoyda hech qanday Uyg'urning bexatar emasligini ko'rsatadi ekan. Erkin Asiya radiosunun xabarida lagerlar va rayondagi vaziyat haqida muhim uchurlarni tarqatib kelayotgan Zimiston tori 2 aprel kuni bir xabarda Uyg'ur elining hozirgi ust uchiq turmaga o'xshab qolganligini bildirgan. Zimiston tori muxbirlarining Uyg'ur elidagi bir qism Xitoy va Uyg'ur aholilardan egilgan ahvollar qaraganda, navbatda rayondagi Uyg'urlar va Tungallar o'xshashla islom diniga munosabatlik har qanday bir narsaga chetilib qolishdan qattiq ehtiyot qiladigan bo'lib qolgan. Ma'lum bir Xitoy do'kondor muxbirga o'zining Tungan do'stlarining halol yemeklik yeyishdan qo'rqib, hozir biz hamma narsani yeymiz. Halol yemeklik yeganligimizni hukumat bilib qolsa, o'ginishga elib ketadi deganligini aytib bergan. U yana bir Uyg'ur ana va uning qizining do'kondagi yopkining etigidagi naqish islomcha ko'rilganligi uchun qo'rqib yopkini olmaganligini aytib bergan. Xabardan qaraganda Uyg'urlarning uylariga sup qilib, gelam selib o'ltirgan odatini yo'q qilish uchun Uyg'urlarni uylariga divon ilishga, Xitoycha yasashga majburlamoqda ekan. Bir maktab mudiri muxbirga o'zining boshlamchi bo'lib divon olmoqchi bo'lganligini, tekshirishga keladiganligini aytib bergan. Zimiston torining shu yerdagi Xitoy aholilaridan egilgan ma'lumotlarga qaraganda, Uyg'urlar hozir biri bilan urushib qolish, qizil chiroqdan o'tib ketishga o'xshash tutami yo'q sabablar bilan lagerlarga elib ketilganlikdan, ular hozir biror ishni xato qilib qo'yib lagerlarga kirib ketishdan ansirab yuradigan bo'lib qolgan. Yo'lda mangsimi bir Xitoy bilan ko'z uchrashib qolmaslik uchun yerga qarab mangdi ekan. Agar do'qurishib qolsa, o'diqib qattiq kechirim so'rab ketadi ekan. Lagerlardan birida xizmat qiladigan biri bo'lsa, Zimiston tori muxbirga hukumatning lagerlar qamab qo'yilgan Uyg'urlarni qo'yib etish, shundaqla butunlay xitoylashtirish ekanligini aytib bergan. Tajuyan torining xabarida Xitoyda 21 martdan hozirgacha bo'lgan qisqagan 11 kun ichida 10 qitim portlash vaqasi, o't ofatlari va boshqa bexatarlik vaqalari yuz bergan bo'lib, hukumat tarafdan bu vaqalarda jami 160 kishi o'lganligini, necha yuz kishining yaralanganligini e'lon qilgan ekan. Lekin mazkur vaqa sodir bo'lgan o'rlarning yerlik aholilarining aytishicha, o'lib yaralanganlarning soni xeyli ko'p ekan. 21 mart kuni Xitoyda 3 cho'ng ommaviy bexatarlik vaqasi yuz bergan bo'lib, eng og'ir bo'lgani Jiangsu Shaanxi noyasidagi bir ximiya zavodining portlashi bo'lib, oz deganda 78 kishi o'lgan. 600 dan ortiq kishi yaralangan ekan. O'xshashla 21 martda Jiangsu Yangzhouda va Sichuan Chengduda ayrim qurilish vaqasida jami 10 kishi o'lgan, necha 10 kishi yaralangan. 22 mart kuni Hunan Changchangdagi yuqori sur'atli yo'lda qatnash vaqasi yuz berib, 26 kishi o'lgan, 28 kishi og'ir yaralangan.
23 mart Yunnan Dalinda bir tabiiy gaz turbisi portlab 3 kishi o'lgan, 10 necha kishi yaralangan. 25 mart kuni Shandong Yantaydagi bir ximiya zavodi portlab 3 kishi o'lgan, 10 kishi yaralangan. 29 mart kuni Shandong Chengjuda bir zavod portlab 5 kishi o'lgan, 10 necha kishi yaralangan. 31 mart kuni Jiangsu'dagi bir shirkatning keraksiz metallarni qo'ydigan o'rni portlab, az deganda 7 kishi o'lib, 8 dan ortiq kishi yaralangan. 30 mart kuni Sichuan Liangsanda o'rmon ofati yuz berib, 27 nafar o't o'chirish xodimi, 3 nafar yerlik xizmatchi o'lgan. Uningdan boshqa fuqarolardan o'lganlarning soni oshkorlanmagan. 31 martda yana Xibi Baju shahrining bir yezisida gaz to'ngi portlab, o't ofati keltirib chiqargan. Hamda 66 kishi og'ir darajada kuyib yaralangan ekan. 1 aprel kuni Shanxay Baoding rayonidagi bir omborga, shundaqla Anhui Maansen shahridagi bir shirkat zavodining ximiya ashyolarini saqlaydigan omborga o't ketgan. Lekin Xitoy hukumat bu ikki vaqadagi o'lim yetim, yaralanish ahvolidan hech qanday bir ma'lumot bermagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.